Men kuchliman. Sen ham mendek kuchli bo'lishni xohlasang, mashq qil. Har kuni arjimaniya qil. Agar qilmasang menga o'xshab semirib ketasan. Bola qol, nimani kutyapsan? Qil. 15 ta 20 ta qilaver. Sen ham ovqat qilishni o'rgan, oxir katta bola bo'lib qolding-ki. Hech bo'lmaganda tovuq pishirishni o'rgan onangdan yoki dadangdan. Nimaga obunachilarim yo'q, menga obuna bo'ling. Obuna bo'ling tegim, har kuni siz uchun shunday mashq qilaman. Sen kasal bo'lib qolding. Men kasal bo'lib qoldim. Ko'p chips yeganim uchun. Men tuzalishimni xohlasangiz, obuna bo'ling. Ha, aytgancha tuzalganimdan keyin sizlarga zo'r videolar chiqarishga va'da beraman. Sizlarga rahmat, siz obuna bo'lganingiz uchun men tuzalib ketdim. Endi boshqa chips yemayman, endi aytganimdek yaxshi videolar chiqaraman. Faqat siz menga obuna bo'ling va kommentariyaga yozing. Mashq qilyapsanmi? Men seni baribir yemayman, obora bo'lma. Ko'rasiz. Men sizlarga aytaman-ku, kommentariyaga nima haqida video chiqaray deb, shuni yozib qoldiring, men esa o'qib chiqaman. Iltimos, Cat Meow kanalga obuna bo'ling.